Hayotimizda har bitta hayotimizda uchraydigan ishga, savolga javob berilgan, yo'l ko'rsatilgan. Ulamolar uyquni to'rga bo'lishadi. Podshohlar uyqusi, shaytonlar uyqusi, mo'minlar uyqusi, boylar uyqusi. Qarang, boylar uyqusi alohida bo'lar ekan, subhanalloh. Boylar chop tomonni bosib yotadi. Ovqat ko'p yeganligi sabab bo'ladi bunga. Endi hozir boy emas, kambag'al ham ko'p yeydigan payt ovqat seroq. Xullas, ovqatni ko'p yeydiganlarning uyqusi desak, to'g'riroq bo'lar ekan. Ovqatni ko'p yegan odam chap tomonni bosib yotadi. Jigar chap tarafda bo'ladi, shu yotishi bilan rohatlanadi, huzurlanadi. Podshohlar chalqamcha yotadi, osmonga qarab. Shaytonlar dum tushib yotadi. Endi musulmon kishi esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga muvofiq o'ng tomonida, o'ng yelkasini bosib yotadi, kaftini yuzini ostiga qo'yib yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda shunday deydilar. Bu hadis Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan. Iza atayta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman wa qul Allohumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka. Katta hadis. Rasululloh aytadilar, agar yotadigan joyingga kelsang, bas namozga qilganing kabi tahorat qil. Bu bitta odobi, bitta sunnat. So'ngra o'ng tarafingga yot va shunday degin: Parvardigor, nafsimni senga topshirdim, ishimni senga topshirdim. Katta hadis. Uyquda mana yotishlikda o'qiladigan bir qancha duolar bor, ma'sur duolar. Mana yosh bolalarimizga yotlatamiz, o'zimiz ham yotlab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Toki mana shu yotishligimiz ham sunnatga muvofiq bo'lsin. Mana yeyish haqida yana ayrim narsalarda aytib o'tishlik kerak bo'ladi. Inson o'zi yeyotgan narsasi haqida bir to'liq ma'lumotga ega bo'lishligi kerak. O'tgan suhbatimizda aytdik, nima foyda, nima zarar, bu narsadan xabardor bo'lishlik kerak. Ehtimol inson o'zi bilmagan holda salomatligini yo'q qiladigan narsani iste'mol qilayotgandir. Agar shu narsani to'xtatib qo'ysa, bir katta bir kasaldan ehtiyot bo'lib qolishi mumkindir. Shuning uchun nimani yeyotganligini musulmon odam ko'rishligi kerak. Masalan, hammamiz yaxshi ko'rib yeydigan oppoq non. Bilasizmi? Ulamolar aytishadi, shu yeyiladigan narsalardan zahar 3 ta deydi. Tuz, shakar va oppoq non. Ya'ni bu narsa shunday narsaki, haddidan oshadigan bo'lsa zaharga aylanadi. Tuz, shakar va oppoq non. Ulamolar aytishadi, Rasululloh vafot etganlaridan keyin musulmonlar o'ylab topgan eng yomon narsalardan bittasi oppoq non. Nimaga bunday deyapmiz? Agar shu kitoblarga, tibbiy bir manbalarga murojaat qilib qaraladigan bo'lsa, mana shu tabiblar ham, hakimlar ham oppoq nonda foyda emas, ko'proq zarar bo'lishini aytadi. Bug'doyni po'rstlog'ida bo'lar ekan hamma foydasi. Necha xil mineral, necha xil vitamin. Biz uni tuyib, oppoq unini ichidan olamizda, po'rstlog'ini hayvonlarga berib turib, eng foydali joyini. Yelin bo'lgan, kraxmal bo'lgan narsani biz o'zimiz iste'mol qilamiz. Shuning uchun semirib ketayotgan odamga diyetologlar diyeta qilib berayotgan paytda birinchi nimani yema deydi? Ana u diyetologlar bilan muomala qilganlar biladi albatta buni. Non yemay qo'ydim deydi, hiyla deydi, o'zimga kelib qoldim deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu oppoq nonni yemaganlar, birodarlar. Endi bu bitta meni bu masalan bilan hamma qora nonga o'tib ketmaydi. Bu aniq u. Chunki haligi vidi zo'r bo'lmaydi uni. Ammo biz farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Biz endi bo'lganimizcha bo'ldik. Nimani yegan bo'lsa, bo'ldik endi. Ammo farzandlarimiz o'sayotgan organizmiga nima foyda, nima zarar ekanligini biz bilaylikda, shu narsaga ularni odatlantiraylik. Masalan, siz ko'chadan qanaqa non olib kelsangiz yeydi deydi. To'g'rimi? Oq non olib kelsangiz ham yeydi, qora non olib kelsangiz ham yeydi. Demak, yeyotgan narsamiz haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Farzandlarga infoq qilishni gapirdik. Salomatlik qoidalariga rioya qilishni gapirdik. Mana endi kasalliklar. Yuqumli kasalliklar. Bulardan ehtiyot bo'lishlik.
Kafa bil mar'i isman an yuzayya man yaqut. Imom Abu Dovuddan keltirilgan hadis Abdulloh ibn Amrdan. Bir kishi o'zini oila a'zolarini, o'zi boqadiganlarini zoya qilishligi u uchun yetarli gunoh. Oila a'zolaringizni zoya qilayotganligi siz uchun yetarli gunoh. Bu zoya qilishlik, iymoniy tarbiya bermaslik, zoya qilishlik, axloqini tuzatmaslik, zoya qilishlik, salomatchiligiga e'tibor qilmasligimiz ham zoya qilishlik. Bu narsa uchun ham gunohkor bo'lamiz. Bu narsa uchun ham gunohkor bo'lamiz. Ikkinchidan, yeyish, ichishda, uxlashda salomatchilik qoidalariga rioya qilishlik kerak. Uchinchidan, yuqumli kasalliklardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan har bitta so'zlari, qilgan har bitta ishlari bizga birodarlar namuna. Biz undan o'zimizga andoza olishimiz kerak. Kana fi wafdi Saqif rajulun majzum fa arsala ilayhi nabiy sollallohu alayhi vasallam irji faqat bayanak. Bu hadis Imom Muslimdan keltiriladi. Saqif qabilasining elchilari orasida bir mohov kishi bor edi. Rasululloh unga odam yuborib, sen ortingga qaytaver, biz seni bayatingni qabul qildik dedi. Ya'ni yuqumli kasali bor odam, odamlarning orasiga kirib aralashib yurishligi to'g'ri emas. Alloh aytgani bo'ladi. Agar yozgan bo'lsa yuqib qolaveradi deb turib, tavakkalni noto'g'ri tushunadigan odamlarni ham eshitib qolamiz. Sababini qilishlik kerak kasal yuqilmasligi uchun. Maska taqib yurasizmi, girib bo'lgan bo'lsangiz, qandaydir ko'chaga chiqmay turasizmi? Xullas sababini qilasiz, shundan keyin Alloh shu kasaldan saqlashligini umid qilasiz. Alloh aytgani bo'ladi, chiqib bor. Hech narsa bo'lmaysan. Kasal ko'rgani boramiz. Biz ziyoratiga borgan odam ehtimol kasal yuqumli bo'lar. Uyga kirganimizda albatta u uyda egasi mehmon qilishni xohlaydi. Mana shu bemor odamning oldida uzoq o'tirmaslik ham sunnat birodarlar. Ovqat yemaslik ham sunnat. Bizda zo'r. Og'rib qolsangiz, bezillab turasiz. Ayniqsa bir yosh kattaroq odam bo'lsa, og'rib qopti, borib ko'rib qo'yay deydi, u ziyobatxona bo'lib ketadi. Qanday quruq chiqib ketasizlar? Bo'lmaydi deydi-da, o'tiraveradi. Akalar, kasal ko'rgan borgan odam sunnatga muvofiq boradi, hol ahvolini so'raydi, haqqiga duo qiladi, savob umid qiling, gunohlaringizga kafforat bo'ladi deydi, chiqib ketadi. Ming qo'ying o'tiring degan chog'ida ham. Chunki payg'ambarimizning sunnatiga xilof o'tirib olishdi. Chunki payg'ambarimiz boyagi mohol kishini nima dedi? Qaytaver sen dedi. Bo'ldi, bayatingni qabul qildi, ketaver dedi. Ya'ni kema odamlar orasiga aralashma dedi. Kasaling yuqib qolmasin dedi. Yana bir Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda shunga bir shu ma'noga o'xshash bir hadis bor. Mohov odamdan xuddi yirtqich hayvondan qochgandek qochinglar degan. Shu mazmunda hadis bor. Bu kamoli shu kasal yuqtirmasligini sababini qoyim qilishlik, undan boshqa narsa emas. La yuridanna mumridun ala musihhin. Ya'ni kasal odam sog' odamlar orasida yurmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni siz bilan bizga ta'lim berganlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda bir ayol bor edi. Bu shu yuqumli kasali bor, mohovdi bu ayol. Xalifa u ayolga qarab, "Ey Allohning bandasi, uyingni lozim tut, uyingni lozim tut. Allohning bandalariga aziyat yetkazma" dedi. Mana shu ayol uydan chiqmay qo'ydi. Umar ibn Xattob vafot etguncha ko'chaga chiqmadi. Umar ibn Xattob vafot etganidan keyin bo'ldi chiqaver, Umar o'tdi deganda, tirikligida osiylik qilmaganman xalifaga. Endi o'lgandan keyin osiylik qilmayman dedi, bu ayol uydan chiqmasdan o'tib ketdi. Demak, yuqumli kasali bor odam ko'chaga chiqmasdan turishligi sunnat. Musulmon odam yuqumli kasal bor odamning oldiga bormasligi sunnat. Bu salomatchilikni saqlashlikka bo'lgan ko'rsatmalar. Har bir dardning davosi bor. Har bir dardning davosi bor, shifosi bor. Bolasi gripp bo'lib qolgan ota-ona maktabga bolasini jo'natmay tursin. Chunki o'sha grippligi ko'rinib turibdi, jo'natyapsiz, boshqa bolalarni ham yuqtirishligi aniq. Shuning uchun siz sog' bolalarning oldiga gripp bo'lib turgan bolangizni jo'natayotgan paytingizda gunohkor bo'lyapsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
Imom Muslim keltirgan hadisda Jabir roziyallohu anhudan shunday dedilar: "Likulli da'in dawa'un, fa iza usiba dawa'ud da'a bara bi iznillahi azza va jalla." Har bir dardning davosi bor. Har bir kasalning shifosi bor. Agar dori dardga yetib borsa, Allohning izni bilan shifo topiladi. Tushunaliga? Kasal bormi? Alloh taolo birga dorisini ham tushirgan. Agar odamlar topsa, Alloh taolo ilhomni bersa, topadi. Sabablar qoyim qilinsa, inshaalloh shifo ham bo'ladi. Birodarlar, Alloh taolo mana shu kasalni shifosini topishlik uchun Alloh taolo ularga ilm bergan. Inson mukarram maxluq. Mana shu Alloh bergan ilm tufayli juda ko'p kasalliklarni dorisi, davosi topilyapti. Mana hozir zamonaviy tabobatni qilayotgan ishini ko'rsangiz, aqlingiz bovar qilmaydi. Bundan bir 100 yil, 200 yil burungi tabiblar hayoliga ham keltirmagan. Kichkinagina simda shunday qoniga kirgizyapti, oshqozonning ichida operatsiya qilyapti. Asboblarni shunday tiqib turiblar, teshib, oshqozonni kesyapti, davolayapti. Kichkinagina ishlangani qon tomiriga kirgizyapti, yuragiga olib borib turib, o'sha qurib qolgan tomirini ichiga kirgizib turib, havoda haydab ko'tarib qo'yapti. Bu ilmiy kashfiyotlarning bari Alloh taolo inson bolasini mukarram qilganligidan. Afsus faqat bu g'ayridinlar qilyapti bu kashfiyotlarda. Musulmonlar uzoq bo'lib ketdi bu narsadan. O'qib nima olarding? Bor. Degan davrlar bo'ldi 90-yillardan keyin. Eslaysizlar, 90-yilda bo'ydoq bo'lganlar, maktabda bitirganlar, o'qib nima olarding? Bor, chiqqundan ko'ra bozorga chiq. Akalar, juda ham noto'g'ri bu narsa. Ko'p aytyapmiz, farzandingizda ilmga, fanga layoqat, rag'bat bormi? Yo'ling. Qobiliyati bormi o'qishlikka? O'qisin. Chunki Alloh taolo bu aqlni, bu zehnni bitta sizni bolangizga bergani yo'q. Bu aql ummatning aqli. Ummat uchun ishlashlik kerak. Bor, hunarni qil. Hunar ham kerak. Lekin o'qishlikka layoqati bo'lsa, o'qiting bolangizni. Har bir dardning davosi bor. Agar dori dardga yetib borsa, Allohning izni bilan bemor shifo topadi. Bu hadis bir ajibda. Tabibning ishi kasalni ko'rish, sababini aniqlash va dorini yozib berishlik. U yog'i kimdan? Tabib ham, dori ham o'zining ishini qila oladi, agar Alloh izn bergan bo'lsa. Va idza maridtu fa huwa yashfin. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Shuara surasi. Imom Ahmaddan keltirilgan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tadawu ibadalloh, fa innalloha azza va jalla lam yunazzil da'an illa anzala ma'ahu shifaan illa al-mauta wal harama." Ey Allohning bandalari, davolaninglar. Albatta Alloh azza va jalla bir kasalni tushirgan bo'lsa, albatta u bilan birga shifosini ham, davosini ham tushirgan. Faqat qarilik bilan o'lim bundan mustasno dedi. Hamma kasalning dorisi bor, faqat qarilik bilan o'limning dorisi yo'q. Kishiga kasal yetishligi Allohning taqdiridan. Alloh taolo kasal bo'ladi taqdiriga yozgan, kasal bo'ldi. Endi tuzalishligi ham taqdirdan. Falon narsalarni qilsa tuzaladi deb ham yozib qo'ygan. Siz kasal bo'lgan paytingizda tabibni oldiga borishligingiz, farzandingizda biror bir nuqsonni, jasadida bir kasallik ko'rgan paytingizda tabibga borishligingiz sizning ixtiyoringizdagi ish emas. Sizning yelkangizdagi vojibingiz. Ukalar, akalar, ko'chadagi ishinglarni bahona qilib, bolangizni tishi qiyshiq bo'lib turibdi. Olib bormayapsizmi tabibga? Gunohkorsiz. Bilyapsiz, bolangizda bir qaysidir bir kasallik turi bor, shu davolanmayapti. Orqaga surilib kelyapti. Gunohkor bo'lyapsiz. Chunki katta bo'lganda shu bola siz qilgan ish tufayli bir nogiron bo'lib qolsa, jismonan zaif bo'lib qoladigan bo'lsa, juda ham minnatdor bo'ladi sizdan. O'sha paytda menga qaraganinglar shunaqa bo'lmasdim ekan deb bir marta aytgan paytda chiqib ketadi bunnilardan buloq bo'lib topgan hamma narsalar.
Oilalardan, farzandinglardan oshsizlar bir narsa qilinglar. Chunki sizlar qiyomatda javob berasizlar mana shu farzandlar ustida. Ulfatlar turib tursin, somordagi osh turib tursin, ko'chadagi jinnikatda yurishlarimiz turib tursin. Mana shularda xizmatini qilishimiz kerak. Oshsak lekin boshqa birovga vaqtimizni beraylik. Chunki qiyomatda javob beramiz buni. Ulfatlar bilan osh yemaganingizgachi javobgar bo'lmaysiz. U muboh, xohlang qiling, xohlang qilmang. Ammo bu vojib edi erkizlarga. Sizdan boshqa hech kim qilmasdi bu narsani. Bir ajib hikmatli so'z bor ekan, diqqat qilinglar-da. Aytaveradi doktorlaring deydi-yu. Men deydi, oshimga turishim kerak ekan desa, aytaveradi doktorlaring deydi. Alaver deydi. Ota bobang yeb kelgan. Ota bobosi yeb kelgan. Deydi, o'lib qoladi. Bulpatlar olib borib ko'mib qo'yadi. Diqqat. Hukumalar aytadi: Al-mu'alajatu bi akhbari tabibin muslimin haziqin war'in tarqo ila mustaval fard. Ishonchli. Bu doktorlarga yoqadigan gap. Chunki doktor nazначение qiladi, pasiyent ishni qilmaydi, keyin bu men davolaman deb yuraveradi. Bu baloni ham bilmaydi. Siz men aytganimni qilmasiz deydi. Ona yaxshi deydi. U ham o'shini aytgan, faqat uni gapiga amal qilgansan. Diqqat. Taqvoli, ishonchli musulmon tabibning ko'rsatmasi bilan qilinadigan muolaja farzi ayn darajasiga ko'tariladi. Qaytaramiz. Musulmon, ishonchli, taqvoli, xudojo'y musulmon tabib bergan ko'rsatmaga rioya qilishlik farzi ayn darajasiga ko'tariladi. Bunday qilasiz, hoji aka, ina yaxshi bo'lib qolasiz inshaalloh desa, shuni qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Chunki sizning sog'ligingiz sizning mulkingiz emas. Farzandlaringiz mulki, ummatning mulki. Agar sog'ligingizni beparvo qo'yib turib kasal bo'lsangiz, oilangizni boqa olmaysiz, farzandingizni tarbiya qila olmaysiz, hech narsa qila olmaysiz. Xuddi shunga o'xshagandek farzandni jismoniy tarbiyasiga yoki biror bir kasaldan qutulishligi uchun tabib ko'rsatma berdimi, farzi ayn darajasiga ko'tariladi. Uni so'ziga amal qilishlik. O'shuning uchun tabiblar nimani yozib berayotganinglarni, nimani naznashat qilayotganlarni qarab qo'yinglar. Tushunalingmi? Qarang, endi domlalarning gapiga kelganimiz yetmaganda, endi tabiblar ham aytganini qilishimiz kerak ekan. Kerak birodarlar, kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Imom Termiziyda keltirilgan hadis. Ya Rasululloh, ara'ayta ruqatan nastarqi biha va dawa'an natadawa bihi va tuqa nattaqiha hal turaddu min qadarillahi shay'an? Ya Rasululloh, ruqiya o'qisak, dam solsak, dori bilan davolansak, yana bir ehtiyot qiladigan narsadan ehtiyot bo'lsak, parhez qilsak, Allohning qadari o'zgaradimi dedi. Hech narsa emas, yeyver deydi. Doktor yema degan. Agar peshinangga Alloh shu kasallikni rivojlanishini yozgan bo'lsa, buni yemasang ham rivojlansan. To'g'rimi deydi? To'g'ri desa yeyverasiz. Siz kasal bo'lmaslikka harakat qilasiz. Kasal bo'lishlikni oldini olasiz sabablari bilan, shundan keyin kasal bo'lish yozilgan bo'lsa kasal bo'lasiz. Ammo hech narsani qilmasdan turib kasal bo'ladigan bo'lsangiz, siz sababini qilmaganligi uchun gunohkor bo'lasiz. Payg'ambarimiz aytdilar: "Huwa min qadarillah." Davolansang, ruqiya o'qib dam solsang, ehtiyot bo'lsang, mana shu narsa ham Allohning taqdiridan. Otalarning farzandlariga berishligi kerak bo'lgan salomatlikka oid muhim ko'rsatmalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari: "La darara va la diror." La darara va la diror. Zarar berish ham, zarar yetkazish ham yo'qdir. Biz o'zimizga ham o'zimiz zarar bermaymiz, boshqa birovlarga ham zarar yetkazmaymiz. Diqqat. Qaysi ishda sizni va farzandlaringizni salomatligiga zarar yetadigan bo'lsa, shu narsani qilishlik harom bo'ladi sizga. Qaytarib aytamiz. Qaysi narsani qilishlikda, ya'ni nima ish qilsangiz, shu ish sizni yoki farzandlaringizni sog'ligiga zarar yetkazadimi, shu narsa harom bo'ladi.
Davlenasi oshib, o'lib qolishlik darajasiga yetadigan holatdagi odammi nimani yeyishi? Nimani yeyishi harom bo'ladi shu o'rinda. Doktor yema degan narsani yeyishlik harom bo'ladi. To'g'ri oyat yo'q bu haqida, hadis yo'q, lekin qoida shunaqa. Qoida shunaqa. Siz deydi mana narsalarni yemay turing, ehtiyot bo'lib turing hoji aka deydi. Desa yevoradi. Shu odam harom ish qilayotgan bo'ladi. Chunki tabibni, musulmon ishonchli tabibni yozganiga amal qilishlik farzi ayn darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, bajarishlik farzi aynda bajarishligi bilan teng bo'lsa, demak tabibning aytganini qilmaslik haromni qilishlik bilan yaqin bo'ladi. Masalan, pishmagan mevani yeyishlik. Masalan, yong'oqni achchiq paytida bir siqimini yeb oling, nima bo'lasiz? O'zingizga zarar bo'lishi aniqmi? Gunohkor bo'lasiz. Gunohkor bo'lasiz. Farzandlarga nisbatan ham xuddi mana shunday. Meva va sabzavotlarni yuvmasdan yeyish inson o'zini o'zi o'ldirishiga o'xshaydi. Dalilimiz bor. Kulu min thamarihi iza asmara. Mevalaganda, ya'ni pishganda mevalardan yenglar deydi Alloh taolo Qur'onning An'om surasida. Bu nima degani? Pishmasdan turib yema degani. Biz xom paytda yeb, bizga zarar qilishi mumkin bo'lgan narsani yeyishlik mumkin emas deb aytyapmiz. Alloh taolo pishgandan keyin yegin deyapti. Masalan, mevalar bor. Masalan, badrini ham kichkinaligi desangiz zo'r. Kattayib ketganda, pishib ketganda bo'lmaydi. Shuning uchun hamma narsa emas. Salomatchiligimizga zarar qiladigan narsani pishmasdan turib yemaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Taboroniydan keltirilgan hadisda aytadilar: diqqat qilinglar-da, o'sha mevani yuvmasdan yeyishlikka taalluqli narsa. Shart olib yeyaveraveramiz-ku. Man akala tin fakannama aana ala qatli nafsihi. Rasululloh aytadilar Imom Taboroniyda, kimda kim iflos narsani, kir narsani, loy narsani, balchiq narsani yesa yuvmasdan, go'yo o'zini o'ldirishga yordam beribdi. Mevalarni yuvib yeyishlikni bizga tabiblardan burun kim aytgan ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yana Rasulullohchi bizga o'xshab suvi serob bo'lgan yurtda yashamaganlar. Sahroda suv ko'p bo'lmagan joyda yashayotgan xalqlarga yuvmasdan yemanglar deyapti. Mikrob degan narsa keyin aytilgan, Ammo payg'ambarimiz mevani yuvmay yemanglar deyapti. Shuni o'rgataylik bolalarimizga. Tabiblar ham ayni shu narsani aytadi. Yuvmasdan yeyishlik falon kasallarni keltirib chiqaradi deydi. Mana shu juda ko'p kasallarni yoyilishiga sabab bo'ladi. Yana qarang. Salmon Forsiydan rivoyat qilinadi. Bu hadis Sunan Termiziydan. Diqqat. Tavrotda o'qidim. Albatta ovqatning barakasi ovqatdan keyin tahorat qilishda, ya'ni qo'l yuvishda. Tavrotda o'qigan shu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim. Rasululloh aytdilar: "Barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu." Ovqatni barakati undan burun tahorat qilishlik va undan keyin tahorat qilishlik dedi. Oho! Har doim tahorat qilamizmi endi? Yo'q. Bu yerdagi tahorat namozga qilinadigan tahorat emas. Qo'lni, ikki qo'lni va og'izni yuvishlik aytilgan. Demak, yeyotgan ovqatimizda barakat zo'r odatimiz bor-a? Mehmonga kirib ketsa nima qiladi? Chiqqanimizda nima qiladi? Men qoshiq deganman deysiz. Men qoshiq dedim. Demak, ovqatning barakati dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ovqatni yeyishlikdan avval qo'l yuvishlikda va undan keyin qo'l yuvishlikda. Biz albatta qo'l yuvamiz avval, keyingisiga beparvomiz. Nima demadinglar? Shu narsaga e'tibor beraylik. Farzandlarimizni ham shunga odillantiraylik. Keyingi ko'rsatma: bir ovqatning ustiga ikkinchi ovqatni yeyishlik kishini kasal bo'lishiga olib keladi. Endi bu haqida tabiblarning juda ko'p ko'rsatmalari bor, tafsilotlarga kirishib o'tirmaymiz. Agar haqiqiy bir kitob bo'yicha ovqatlanaman, sunnat bo'yicha ovqatlanaman desangiz, biz bilan bizni yeyotgan ovqatlarimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Bizi ovqatlanishimiz umuman to'g'ri kelmaydi.
Sunnatga. Endi kasalliklarda sanaveramiz. Sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog', epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ish qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Mana bir qancha hadislarni ko'rib chiqamiz. Aqli bor odam xulosa chiqarib olaveradi. Rasululloh har tomonlama mukammal inson bo'lgan. Jismoniy, badaniy quvvat haqida ham. Imom Ahmad va Abu Dovudlardan keltirilgan hadis, Oysha onamiz aytadilar: Rasululloh men bilan musobaqalashgan edilar, men u zotdan o'zib ketdim. Chunki 50 dan o'tgan paytda Oysha onamizga uylangan Rasululloh shu ayolini ko'yini uchun safardan kelayotganda, sizlar ketib turaveringlar deb turib, qo'shinda yoki hamrohlarini musobaqa o'ynagan yugurib. 53 ga kirgan erkak yosh ayoli bilan o'zib ketdim deydi. Keyin vaqt o'tdi deydi Oysha onamiz. Menga sal go'sht bitgandan keyin Rasululloh o'zib ketdi. Bu haligi bilan barobar deb qo'ydi. Sportmi bu? Yana kim bilan? Ayoli bilanmi? Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga, biz tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugurib yurishni tasavvur qil, domlani deydi. Rasululloh ayoli bilan yuguryaptimi? Bu kishini g'ururiga, haybatiga, salobatiga, avtoritetiga putur yetkazmas ekan. Chunki odamlarda nazarida qora aka degani yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim parishda biroz so'z ham indamay ketaveradigan, shu eshib turadigan odamni tushunishadi. Mana hadislarda o'qiymiz, xulosa olinglar. Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga. Qayerga bo'lsa qulluq qilgan, hali biroz so'z ham indamay ketaveradigan. Unaqa emas. Unaqa emas. Ulamolar aytishadi, Oysha onamizni mana shu aytgan hadisida yugurib musobaqa qilishi payg'ambarimiz mahram bo'lgan erkak va ayollar o'rtasida musobaqa o'tkazish mumkinligiga dalil bo'ladi va bu narsa kishini viqoriga, sharafiga, ilmiga, fazliga, yoshining ulug'ligiga nomunosib degan so'zni noto'g'riligini ko'rsatib beradi. Rasulullohning manzilatidan kim manzilati baland? Rasululloh sport bilan shug'ullangan ekan. Yana ayoli bilan musobaqa qilgan ekan, birodarlar. Ming afsus bo'lsinki, birodarlar, ko'pchilik musulmonlar, xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Demak, bu narsa bizni viqorimizga, sharafimizga, ilmimizga, yoshimizga nima qilmas ekan? Zarar qilmas ekan. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis, sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlarning birida qaytib kelishar ekan, Ansorlardan bir kishi, hech qachon yengilmagan kishi, men bilan Madinaga birinchi yetib borishlikda musobaqa qiladigan odam bormi dedi. Bu odam biror marta yengilmagan odam edi. Demak, bu musobaqa bo'lib turgan va doim bu odam yutib turgan. Rasulullohning sahobalari sport musobaqasi bilan shug'ullangan. Shunda Salamat ibn Akva roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Menga ruxsat bering, men yugurish shu odam bilan" dedi. Otdan tez yugurgan deyiladi Salamat ibn Akva roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohishingiz bo'lsa mayli dedi. Salama aytadi, boyaga odamdan o'zib ketdim dedi. Sport musobaqa bo'lishini payg'ambarimiz nima qilyapti? Yo'lini beryapti. Yana Rukona ismli polvon. Mana Abu Dovud keltirgan rivoyatda shunday deyiladi. Muhammad ibn Ali ibn Rukona rivoyat qiladi. Rukona Rasululloh bilan kurash tushdi. Rasululloh uni yiqitdilar. Qarang, bu hali musulmon emas edi Rukona. Demak, musulmon bo'lmagan odam bilan sport musobaqasini qilish mumkin. Abu Dovud rivoyatida shunday deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam badxo dedilar. Rukona ibn Yazid qo'y echkilarni haydab keldi va: "Ey Muhammad, men bilan kurashga tushasanmi?" dedi. Rasululloh: "Sovringa nima qo'yasan?" dedi. "Qo'ylarimdan birini" dedi. Rasululloh kurashni yiqitib qo'ydi. Qo'yme.
Bilmayman kurashishdi. Ya degan ekan. Qarang, Rasululloh sport maydonida ham birda ishlab turyapti, tayyor. Doim tayyor. Chunki musulmon shunaqa bo'lishligi kerak. Biron marta itdan qocha olmay tolanganingizdan keyin yugurasiz, sport bilan shug'ullanasiz, birodar. Agar kunda futbol o'ynab yurganingizda qochib ketadi sal itdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday turdi, ikkinchi marta ontarib qo'ydi. Uchinchi marta ontarib qo'ydi. Shunda Rukon aytdi: "Vallohi, meni sen yiqitmayapsan" dedi. Chunki yengilmagan bo'ladi. Meni Alloh yiqityapti dedi. Dedi-da, musulmon bo'ldi shu yerda deyiladi, Abu Dovud rivoyatida. Rasululloh qo'ylarni qaytarib berdi. Sport bilan shug'ullangan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana Uhud va boshqa g'azotlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketayotgan bo'lsa, yosh bolalar ham biz ham chiqamiz siz bilan desa, Rasululloh kurashtirib ko'rar edi. Jismonan baquvvat bo'lsa, musulmonlar safiga askar qilib olib ketar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiylanib qolganimizda, yurmasam bo'lmaydi bo'lib ketibdi deydi. Semirib ketibman deydi. Semirib ketgani uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi bu. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat, birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ish deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanish ibodat bo'ladi, birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishdan maqsad jismonan baquvvat bo'lsam, Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa edi. Shu siz shug'ullanayotgan turi. Chunki al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid zoif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhudan, Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mo'min zaif mo'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi? Men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishing so'ralmayapti. Men bitta to'pni orqasidan 10 tasi jinniga o'xshab, siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davlengiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasallarga uchrang, teri kasalliklariga uchrang, yuguring edi, yuguning edi. Bilasizlar, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa. Habashlar deydi, Imom Muslim keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Habashlar Rasulullohning huzurlarida xirob o'ynashayotgan edi. Masjidda xirob, haligi kaltagina nayzasini olib turib, o'sha jismoniy bir quvvatini ko'rsatish, chaqqonligini ko'rsatishlikdagi bo'ladigan o'yin edi. Umar ibn Hattob masjidga kirib qoldi, qarasa haligilar masjidda sport qilyapti. Yerga engishib toshni olib haligilarni toshbo'ron qilib qoldi. Masjidda shunaqa qilishasanmi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Umar, tek qo'yinglar" dedi. Qayerda? Biz masjidda futbol o'ynaylik demayapmiz akalar. Hatto masjidda mana shu ishni qilsa payg'ambarimiz ruxsat beryaptiki, odamlarda o'sha jismonan sog'lom bo'lishlikka bir targ'ib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorda kamon otish musobaqasini o'tkazayotgan aslamlik kishilardan o'zidan o'tib qoldi. Aslamlik kishilarning huzuridan o'tib qoldi. Imom Buxoriydan bu hadis. Ularga qarab payg'ambarimiz: "Ey Banu Ismoillar, otinglar. Otangiz mergan edi, otinglar. Men Banu Fulon bilan birgaman" dedi. Shunda nariga ikkinchi taraf otmay qo'ydi. Rasululloh tursa qanaqa qilib otishadi bu yoqqa? Rasululloh nima otmay qo'ydinglar dedi. Ular aytdi: "Ya Rasululloh, siz ular bilan turgan bo'lsangiz qanaqa qilib otamiz" deydi. Payg'ambarimiz: "Otoringlar" dedi. "Men hammangiz bilan birgaman" dedi. Ya'ni sport degani bu. O'sha sport musobaqasiga payg'ambarimiz tushdimi? "Otoringlar, men ham sizlarda bittalarman" deyapti. Allohga rahmat olsun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qanaqa kamtar zot bo'lgan qaranglar-da. Rahmatan lil alamin bo'lgan zot, yelkasida bu katta risolatni ko'tarib turgan zot shu sport musobaqasi bilan shug'ullanayotganlarga kelib qo'shilib, ularni ko'nglini ko'tarishga vaqti bo'lgan ekan. Bundan zarur ish yo'q boshqa. Yugurish o'rasan, ertamandan kechgacha turnirga osalasan o'zingcha, shunga bor kitobingni o'qi.
Faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi. Boyagi yugurganida, turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarda qilganda yoziladi. Nashot paydo bo'ladi. Endi shu bolalar bo'ladi birdek quvvatlik. Bir narsani o'shasa ko'tara oladigan bo'ladi. Qorakalar degandagicha stereotiplarni ham buzish kerak yoshlar. Qanaqa qilib deng? Qoraka degan haligi muloyim qayqa boshini yiqib turadigan emas. Sportsmen, zo'r baris, yo zo'r futbolist yoki bir zo'r yoki atletik bilan shug'ullanadigan ham qori, ham mulla, ham sportsmen bo'lishini xohlamaysiz bolangizni. Bizda yo unisi, bizda ikkala tomoni ham bo'lishi kerak. Nima demadinglar? Til ham o'rgansin, doktorlikka o'qisin, yuristlikka o'qisin, advokatlikka o'qisin, Qur'onni ham bilsin, har tomonlama bo'lsin. Biz shunaqa musulmonlar bo'lishini xohlaymiz, birodarlar. Uning uchun maktabda o'qitinglar yaxshi. Maktabda o'qitinglar. Demak, birodarlar, islom dini bu harakat dini. Ertaman turasiz uyqungizdan, sahar chiqib tahorat qilasiz. Namoz o'qiganingizda hamma bo'g'inlaringiz ishlaydi. Hajga borganda qiladigan amallaringizni qarang. Jismoniy tarbiya, fizikultura akalar, yugurish, bularning hammasi siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni quvvatli bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi kimdir o'zi sport bilan shug'ullanmagan bo'lsa, farzandlariga shu sharoitini qilib bersin. Bolam bor, haftada 2 marta o'sha seksiya bor ekanmi? Borib o'sha yerga bir shug'ullangan bolam. Chunki payg'ambarimiz shu narsani yaxshi ko'rgan ekan, buyurgan ekan bizga. Odamlar ko'zimiz tushib qoladi, yuguradi. Chillada ham yuguradi, saratonda ham yuguradi, issiqda ham, sovuqda ham yuguradi. Odamlar issiqqina pechkasining oldida o'tirganda yuguradi. Nimaga yuguradi, bilasizmi? Foyda ekanligini biladi. Ma'dagilar bilmaydimi? Yo'q, biladi bular ham. Nimaga bular yugurmayapti? Bularning irodasi zaif. Irodasi zaif, chiqa olmaydi, yugura olmaydi. Ammo bu odam yugurib o'zini odillantirib olgan. O'shuning uchun unga chiqishlik oson va yugurishlikdan huzur oladi. Huzur oladi. Kimdir sportga targ'ib qiladi, qiziqtiradi odamlarni, kimdir bu narsadan man qiladi. Bu kamoli shu dinga bo'lgan qarashimizni o'rtasidagi farq. Kimdir kengroq qaraydi, kimdir torroq qaraydi. Kullu shay'in laysa min zikrillahi azza va jalla fa huwa lahvun va sahvun. Rasululloh aytadilar, Imom Tabaroniydan, Allohning zikridan bo'lmagan har bir narsa lahu va xatodir. Faqatgina 4 ta narsa bundaqa emas. Allohning zikri bo'lmagan har qanday narsa bekarchilik. Faqat 4 ta ish bor, Allohning zikri emas bu, lekin lahu emas, xato emas. 2 masofa orasida yugurishlik. Otini o'rgatishi kishi, ayolini erkalatishi va suzishni o'rganishi. Mana shu narsalar xato emas, lahu emas. Qarab tursangiz, yugurishi, suzishi jismonan sog'lom bo'lishga bo'lgan harakati. Kishi o'zini jismonan sog'lom bo'lish uchun sport bilan shug'ullanishi lahu emas yoki sahv, xato emas. Bu darsimizda aytib o'tilgan asosiy nuqtalar: jismoniy tarbiyasiga otalar qattiq e'tibor berishi kerak. Ikkinchisi, uyi, kiyim, taom va sharobini ta'minlashligi kerak. Uchinchisi, yeyish, ichishda, uxlashda sunnatga amal qilishni o'rgatishligi kerak. To'rtinchisi, kasal bo'lsa imkon boricha tezroq davolashlikka harakat qilishlik kerak. Beshinchisi, jismoniy tarbiyaga targ'ib qilishlik kerak. Man asbaha dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, man asbaha falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Kim tong ottirsa-yu musulmonlar ish haqida g'am qilmasa, bas u ulardan emas. Tong otdi, musulmonlarga foydali bo'lgan narsa haqida fikr qilmasangiz, musulmonlarning hayotida bo'layotgan kamchiliklarni tuzatishlikka harakat qilmasangiz, mana shu haqida g'am qilmasangiz, bas siz ulardan emassiz. Demak, musulmon odam faqat o'zi uchun yashamaydi. Bu dinimizning tabiati harakat, barpo qilishlik. Birodarlar, ilm. Shariatimizda ilmga, ta'limga qanday qaraladi? Dinimizda ilm o'rganishlik farz. Va mana shu ilm ikkita sifati bor. Majburiy va bepul. Islomda ilm o'rganishlik majburiy va bepul. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Moja keltirgan hadisdan Anas ibn Malik roziyallohu anhudan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
ilm o'rganishlik har bir musulmon uchun farz. Ya'ni ilm o'rganmagan musulmon odam farzni qoldirgan bo'ladi. Bu odam gunohkor bo'ladi. Namoz o'qish farz, roza tutish farz, zakot berish, haj qilish badavlat odamlarga farz. Shularning qatorida ilm o'rganishlik ham farz. Imom Tabaroniy Kabirda Alqamadan, u otasidan, u bobosidan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida xutba qilib odamlarga shunday dedilar: "Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum va la yuallimunahum va la ya'idunahum va la ya'murunahum va la yanhawnahum." Bu qavmlarga nima bo'ldiki, o'zlarining qo'shnilariga dinni o'rgatmaydilar. Ularga ta'lim bermaydilar, va'z nasihat qilmaydilar, ularni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmaydilar. Bu qavmlarga, qo'shnilariga ham nima bo'ldiki, o'zlarini qo'shnilaridan o'rganmaydilar, ulardan va'z nasihat olmaydilar. Qarang, bir musulmon odam bir narsani bilsa, qo'shnisiga o'rgatishligi kerak. Va bir narsani bilmasa, musulmon kishi qo'shnisi bilsa, shundan so'rab o'rganishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qavmlar ham o'z qo'shnilaridan ta'lim oladilar, dinni o'rganadilar, va'z nasihat oladilar, yoki men tezda ularni jazolayman. Va yatta'izuna aw lu'ajilannahum la u'ajilannahum bil uquba. Yo o'rganasizlar, yo men jazo beraman sizlarga. Ilm o'rganmagan kishini, ilmdan, ma'rifatdan xabari bor qo'shnidan o'rganmagan qo'shnini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto jazolashligini aytayapti. Bu qanchalar ilm o'rganishlik muhim ekanligi yana bir marta sizga buni dalilini ko'rsatadi. Musulmon odam bir oyatni yoki hadisni hukmini bildimi, uni albatta birov o'rgatishligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu ta'limni ixtiyoriy emas, majburiy ekanligiga dalil mana o'qiydiganimiz hadis. Man katama ilman mimma yanfa'ullohu bihi fi amri nasi amri din aljamahullohu yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Bu hadis Ibn Mojadan keltirilgan, Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Rasululloh aytadilar, odamlarning ishlarida, din ishlarida Alloh foydali qilgan ilmni kim yashirsa, bu kishini Alloh taolo qiyomat kunida o'tli yugan bilan yuganlaydi. Shunday bir ilmki, shunday bir hunarki, ishki odamlarga foydasi bor. Shunday bir ilmki, ishki dinga foydasi bor. Bu biz aytayotgan odamlarning ishiga foydasi bor deganda hunar bo'lishi mumkin. Eshitib qolamiz, falonchining hunari zo'r, birovga o'rgatmaydi deydi. Ha desa, konkurent bo'lib qoladi deydi. Yana bitta shu ishni biladigan odam bo'lib qolsa deydi, men rizqim unaqa emas. Musulmon odam e'tiqodida seni rizqingga hech kim konkurent bo'lmaydi. Yana qatorib aytamiz, odamlarga dunyo ishlarida foyda qiladigan biror ilmni yoki kasbni o'rgatmasdan berib ketayotgan odam so'ralganda, qiyomat kunida o'tli yugan bilan yuganlanadi. Mayli agar juda ham bir qizg'anchiq bo'lsa, o'rgatsin, men tirikligimda qilmaysan bu hunarni deb qo'ysin. Ja, agar go'rga olib ketib qolmasin o'zi bilan shu ilmda, shu hunarda. Chunki shu ilmni biladigan boshqa odam yo'q bo'ladi shu musulmonlar orasida shu ilm. Shuning uchun hunar egalari, ilm egalari sizlardan so'ralgan paytda buni berishlikdan baxtlilik qilmanglar. Chunki qiyomatda azobga sabab bo'ladi bu narsa. Islomda ilmning ikkinchi sifati bu bepul. Astagfiru billah. Qul ma as'alukum alayhi min ajr illa man sha'a an yattakhidha ila robbihi sabila. Alloh taolo shunday deydi. Ayting, men sizlardan buning uchun hech qanday haq so'ramayman. Faqat Parvardigor tomonga yo'l tutishni xohlagan kishilar o'sha yo'lni tutishlarini so'rayman. Payg'ambarlar o'zini da'vati uchun pul olmagan. Diniy bilimlar bekorga beriladi. Astagfirullah. Va ma tas'aluhum alayhi min ajr in huwa illa zikrun lil alamin. Yusuf surasi. Siz ulardan bu da'vatingiz uchun biron haq, ajr so'ramaysiz. Bu Qur'on faqatgina barcha olamlar uchun bir eslatmadir xolos. Birodarlar, diniy bilimlar bekorga beriladi. Allohning dinini odamlarga o'rgatayotgan kishilarga Alloh taolo katta va'dalarni bergan. Shuning uchun Alloh uchun
diniy bilimda ta'lim berayotgan odamlardan minnatdorchilik kutmaydi. Odamlardan mukofotni kutmaydi. Chunki bu ilmda o'rgat deb buyurgan Robbisi o'zini zimmasiga olgan mukofotini. Shuning uchun din bilimlarni berayotgan odamlar xolis bo'lishligi kerak. Ta'madan uzoq bo'lishligi kerak. Kim Allohning diniga da'vat qilsa, ajr mukofotni faqat uning o'zidan kutadi. Aytdik, dinimizda ilm bepul. Ammo musulmonlarning orasida faqatgina ta'lim bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, o'qituvchilar, muallimlar bo'ladigan bo'lsa, bularni pul olishligiga qilgan xizmati uchun shariat ruxsat beradi. Qaysi diniy bilim berayotgan odamni pul olmasligini aytyapmiz? O'zini tirikchiligi boshqa yerdan bo'ladigan, tijorati yetarli, o'ziga to'q bo'lgan odam, masalan, Qur'ondan ta'lim berayotgan bo'lsa, shu qilayotgan ish uchun pul olishligi durust emas. Ammo qaytarib aytaman, masalan, muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, kasbi shu bo'ladigan bo'lsa, mana shu odam pul olishligi hamma ulamolar ittifoq qilishgan. Shunda hamchi o'sha domlani berayotgan diniy bilimiga pul to'lamaysiz siz. Vaqtiga pul to'laysiz. Vaqtini ilmga sarflagan uchun siz vaqtiga pul to'laysiz. Berilayotgan diniy ma'lumot uchun emas. Imom G'azzoliy shunday deydi: Alal muallimi an yaqtadi bi sohibi shar, salavotullohi va salamuhu alayhi. Muallim inson shariat sohibi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilishi lozim. O'rgatayotgan ilmi uchun ajr mukofotni talab qilmasligi kerak. Bu amali bilan odamlardan minnatdorchilikni yoki mukofotni qasd qilmasligi kerak. Ilmni Allohning yuzi uchun va unga yaqin bo'lish maqsadida o'rgatishligi kerak. Va ya qavmi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa alalloh. Nuh alayhissalom o'zini qavmini Allohga da'vat qilyapti, nima dedi? Ey qavmim, men sizlardan bu da'vatim uchun mol va dunyo so'ramayman. Mening ajr mukofotim faqat Allohning zimmasida. Faraz qiling, bir boy odam aytdi muallimga: "Bolamga ta'lim bering, ilm o'rgating, har darsiz uchun 2000 so'mdan beraman" dedi. Shu muallim endi shu odamni bolasiga borib turib, "Men senga ilm beraman, har darsim uchun 2 so'mdan to'laysan" desa, bu ayni nodonlik emasmi? Otasi 2000 beraman deb tursa, bolasidan 2 so'm so'raydimi? Shuning uchun diniy bilimni berayotgan odamlar Allohning o'zidan ajr mukofotni kutsin. Allohni bergani bu bandasini bergani emas. Allohdan kelishiga qarab turishlik bilan bandalarning qo'liga qarab turishlikda albatta o'rtasida farqi bor. Qur'ondan ta'lim berayotgan, diniy bir ta'lim berayotgan birodarlar, mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Allohning berishi boshqacha bo'ladi. Odam bolasi ilmga beparvo bo'lsa, o'zini insoniylik martabasidan uzoqlashib boradi. Ibn Qutayba Ulumul Axborida shunday qissani keltiradi. Xalifalardan Valid ibn Abdul Malik huzuriga saqiflik bir kishi keldi. Xalifa unga qarab turib, "Qur'on o'qiganmisan?" dedi. Boyaga Arobiy yo'q dedi. Vaqtim bo'lmagan, ishim bilan bo'lib qo'yganman. "Fiqhdan xabaring bormi?" "Ha, yo'q." "She'r o'rganganmisan?" "Yo'q" dedi. Shunda Valid xuddi bu odam yo'qdaqa mana tomonga qarab, boshqa odamga qarab turib oldi. Parvo qilmay qo'ydi. Shu majlisda turgan Abdulloh ibn Muaviya aytdiki: "Ey Amiral Mu'minin, bu kishi-chi dedi, nimaga teskari qarab oldingiz?" dedi. Deganida, "Qaysi kishi?" dedi. "Biz oldimizda hech kim yo'q" dedi. Ya'ni bu o'rinda Valid na Qur'ondan, na fiqhdan, na she'rdan, umuman ilmdan bahramand bo'lmagan, ilmdan uzoq bo'lgan odamni qo'shmayapti odam qatoriga. Ilmdan inson uzoq bo'lishligi bilan o'zini insonlik martabasidan uzoqlashib boradi. Johilligi ziyoda bo'lib boradi. Endi Alloh taolo aqlni berdi insonga. Unga ta'lim o'rganishlik qudratini berdi. Boshqa jonivorlardan farqi ham shunda emasmi? Aqli bo'lib turib, xushu bo'lib turib, ilm o'rganishga imkoniyat bo'lib turib, agar ilmga o'zini urmagan bo'lsa, ilmdan mutlaq bexabar bo'lsa, qorni, og'zi,
qoni, go'shti bor, boshqa mavjudotlardan farqi yo'q bu odam. Yana takrorlaymiz, inson ilmga beparvo bo'lsa, ilm bilan ishi bo'lmasa, bu odam o'zini insoniylik maqomidan uzoqlashib boradi. Farzandiga yoshlik chog'idan Qur'onni o'rgatgan ota eng to'g'ri yo'lni qildi. Chunki hammamizda armon bor, yoshligimda o'qib qo'ymagan ekanman. Biz yoshligimizda qanchalar ilmga beparvo bo'ldik o'zimiz bilamiz. Qancha fursatda boy berdik, eslab alam qiladi. Xato bizdan sodir bo'ldi. Tuzatish mumkin. O'tib ketgan xatoni tuzatish mumkin. Qanday qilib? Harakat qiling, shu xatoni bolangiz ham takrorlamasin. Bolangiz takrorlamasa shu xatoni, demak siz xatoni tuzatdingiz. Chunki birodar, bolangiz qori bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo qorini o'qi ko'taril deydi. Qur'onni tilovat qilishni boshlashligi bilan jannatni darajalarida yuksalishni boshlaydi. 5-etaj, 10-etaj. Oxirgi bilgan oyatini o'qiganda to'xtaydi, shu jannatdagi darajasi bo'ladi. Kim 10-chi, kim 5-darajaga ko'tariladi. Endi agar qori tilovatini boshlab 30 pora Qur'on o'qirkan, Firdavsul a'loga ko'tariladi. Ota-ona qolib ketdi pastda. Chunki bir pora yodlagan, 3 pora u yodlamagan. Shunda haligi bolani ko'ni qolib qoldi, ota-onam pastda turib, albatta to'lmaydi bu yerda. Shunda Alloh azza va jalla shu bandasini ko'ni uchun ruxsat beradi, ota-onasi ko'tariladi. Firdavsga ko'tariladi. Qorilar qatoriga ko'tariladi. Chunki o'zi qoldirib qo'ygan, o'zi qilib qo'ygan xatoni bolasini qilishligi yo'l qo'ymadi, bolasini yo'ladi. Biz o'zimiz yeta olmagan martabaga bolalarimizni yetkazaylik, shunda biz o'zimiz martabaga yetgan bo'lamiz. Imkoniyati bormi shu narsani? Otalik, onalik juda ham katta mas'uliyat. Odamlar bor, uylandi, o'zini hojatini ravo qildi, bitta bola dunyoga keldi, bo'ldi. Bolani dunyoga keltirib qo'yding, bo'ldi emas. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Hamma yo'q, endi boshlandi. Ota sifatida, ona sifatida bularga tarbiya berishlik kerak bo'ladi. Chunki aytdik, o'lding, o'chding bo'lib ketishni xohlamasang, bolangni tarbiya qil. O'lding, o'chding bo'lib ketishni xohlamasang, bolangni tarbiya qil. Agar bolang salohiyatli bo'lsa, sen tiriksan. Albatta bu narsa katta mehnatni, katta sabrni talab qiladi. Nimaga hadeb aytaveryapmiz? Vaqtingni zo'rini bolangga sarfla deb. Zamonni ko'rib turibsizlar, birodarlar. Fasodda yoyilganini ko'rib turibsizlar. Odamlarda bir-biriga mehrsiz bo'lib ketayotganligini ko'ryapsizlar. Aka-ukalar bemehrligini ko'ryapsizlar. Oila a'zolari yig'ilib bitta dasturxonda o'tira olmaydigan bo'lib ketdi, ko'ryapsizlar. Mana shu bir fasodga uchragan zamonda haqiqiy ota mas'uliyatini his qiladigan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Agar farzandda bu yosh bolami yo bir bo'ydoq bolami, balog'atga yetib qolganmi, uyida mehrni topmasa, lutfni, bir-birini kechirishlikni, bir-birini tushunishlikni topmasa, ko'chaga qochadi. Farzandlar bor, otasi bilan o'tira olmaydi. Chunki ota bir vodiyda, farzand ikkinchi vodiyda. Nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Ota shu narsa bilan shug'ullanmadi. Farzandlaringlar, birodarlar, sizlarni ishlab chiqargan mahsulotinglar. Yomonmi? Demak siz aybdor. Yaxshimi? Yana siz aybdor. Nimaga falonchilarda bolalarga o'xshamaysan sen? deb malomat qilayotgan paytingizda u falonchini bolasida u. Bu kimning bolasi? Sizni bolangiz. Tug'ib, yedirib, katta qilib qo'ysanglar bo'ldi emas, tarbiya qilishlik kerak. Inson bolasi kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyosi bormi, yo'qmi farqi yo'q. Qaysi millat vakili, bunda farqi yo'q. Diniy bilimlarni o'rganishligi uchun farz. Odamlar sizdan nima ish qilasiz deb so'raydi. Men deydi tabibman deydi. Ha, yaxshi. Siz-chi? Men injenerman deydi. Men advokatman deydi. Siz-chi desa, men deydi diniy ilmlar bilaman, men dindorman deydi. Nima? Dindor bo'lishlik mutaxassislikmi? Ixtisosmi bu?
Nima, narigilar bu diniy bilimlarni bilishlik kerak emasmi? Tabiblar, advokatlar kabi ustalar. Birodarlar, diniy bilimni o'rganishlik har bitta musulmonga farz. Bir odamni tabib bo'lishligi diniy bilimlarni o'rganishlikdan ozod qilmaydi. Bir odamning injener bo'layotganligi diniy ilmlarni o'rganmasa ham bo'laveradi degani emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima hunaringiz bo'lishidan qat'iy nazar, diniy bilimni o'rganishligingiz farz bo'ladi. O'zini musulmon sanagan odam shakanami? Juda ko'p o'zini musulmon sanagan odamlar bor, dinidan mutlaq g'ofil. Savollar beradi, eshitib, yoqani ushaysan. Nimaga haj faqat Zulhijjada bo'lish kerak deydi. Boshqa oyda bo'lsa bo'lmaydimi? Zulhijjada odam ko'payib ketadi. Keyin haj qilsa bo'lmaydimi? Yoki nimaga Ramazonda bo'lish kerak endi hali farz bo'lgan roza? Saratonga to'g'ri kelib qoladi. Qishda tutib qo'ysa bo'lmaydimi? Bu savoli nimani bildiryapti? Diniy ma'lumotlardan umuman uzoqligini, johilligini. Dinimizda birodarlar shunday bir ishlar bor. Har bitta musulmon bilishligi shart. Bilasizlar, diniy bilimlar ham ikkiga bo'linadi. Farzi ayn, farzi kifoya. Mana ilm majlisiga keldik birodarlar. Juda ham bir yaxshi ish qildik. Hozir diniy bilimizni, yelkamizdagi mas'uliyatni bizga uqtiradigan darslarga guvoh bo'lib turibmiz. Har bitta musulmon bilish kerak bo'lgan narsalar nima? Halol haromni bilishligi shart. Farzni bilishlik kerak, vojibni bilishlik kerak, haromni bilishlik kerak. Dunyoga nimaga kelganligini bilishlik kerak. Nima uchun yashayotganini bilish kerak. Chiqib ketgandan keyin uni naryoqda nima kutayotganligini bilishlik kerak. Mana shu bilimlar uni to'g'ri mustaqim yo'lda turishligiga sabab bo'ladi. Eng zaruriy narsalar nima? Bu islom va iymon rukunlari. Islom rukunlari: kalima, namoz, roza, zakot, haj. Iymon rukunlari: Allohga, farishtalarga, qiyomat kuniga, kitoblarga iymon keltirishlik. Odam bolasini dushmani deb qo'yamiz. Odam bolasini eng katta dushmani bilasizlarmi nima? Kasallikmi? Kambag'allikmi? Johilligi. O'sha nafs deyapsizlar, insonning dushmani. O'sha ilmsiz bo'lganligi uchun shu nafsi uni dushmani bo'lib turibdi. Agar ilmli bo'lganda nafsini kim ekanligini bilardi-da, buni yengishlik oson bo'lardi. Johil inson o'ziga uni dushmani ham qila olmaydigan yomonlikni qilib qo'yadi. Aduvun aqilun xayrun min sadiqin jahilin. Johil do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. Qaytarib aytamiz. Johil do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. Chunki dushmanni dushman deb qarab turasiz, ehtiyot bo'lasiz. Ammo ana johil do'st xotirjam tursangiz o'zi sizga zarar qilib qo'yadi. Demak, kishi o'zini ilmsizligi bilan, johilligi bilan dushmani ham unga qila olmaydigan yomonlikni qilib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Birodarlar, ilmsiz bo'lishlik uyat emas. Ilmsiz bo'lishlik uyat emas. Ilmsiz, johil bo'lib qolishlikka rozi bo'lishlik uyat. To'g'rimi? Ilm o'rganmaslik uyat. Hech kim tug'ilib bilan olim bo'lib qolmaydi. Hammamiz bilmagan narsalarimiz ko'p. Ammo ilmga intilmayotganligimiz ayb. Xato qilishlik ayb emas, birodarlar. Kullu bani adama xattoun va xayrul xattoina tawwabun dedi payg'ambarimiz. Odam bolasi borki xato qiladi, xato qiluvchilarning yaxshisi kim? Tavba qiluvchisi. Doimiy xatoda qolishga rozi bo'lishlik ayb. To'g'rida, masalan, fizika bo'yicha mutaxassis bo'lgan odam qassobchilikdan xabari bo'lmasa ayb emas. Yoki xirurg zargarlikning kirchiklarni bilmasa ham bo'laveradi. Ammo birodarlar, bu odamlarning hammalari diniy bilimlarni bilishligi farz bo'ladi. Hamma odam farzand topar ekan, shundan bir yaxshilikni umid qiladi. Shuni orqasidan bir yaxshi kunni ko'rishlikni orzu qiladi. Qaysi farzanddan yaxshilik umid qilinadi? Yaxshi yedirilganmi? Yaxshi kiydirib yoki imoratlari tekis qilib berilganmi?
tarbiya qilingan solih farzanddangina umid qilish mumkin. Qaytarib aytaman, tarbiya qilingan solih farzanddangina umid qilasiz. Demak, siz boqayotgan 3 tamidi, 5 tamidi farzandingizdan qaysini sizga ko'proq asqatadi? Qaysini sizni bir xizmatingizda qoyim bo'ladi? Qaysinisini ko'proq tarbiya qilgan bo'lsangiz? Hech kimga sirmasa, ki boshqa bir begona yuklar ketib, oylab, yillab ota-onasiga telefon qilmaydigan farzandlar bor. Bormi? Bor. Nimaga shuni olib ketdi u? Nimaga shuni qo'yib, otangni xafa bo'lib qo'yadi yana, telefon ham qilmaydi deydi. Kim otasini o'ldiradi deydi, 2 so'm puli ketadi deydi, chiqolmaydi deydi. To'g'rimi? Safarda yurganlar. Nimaga shunaqa u, bilasizmi? Siz o'zi shunaqa qilib qo'ygansiz. Endi o'zini shaharda turib ham xabar olmaydiganlar yetarli. Ajib, bizni zimmamizda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsani tashlab qo'yganmizda tarbiyani. Faqat qonini boqishimiz kerak degan g'amni bo'ynimizga olganmiz. Qonini Alloh boqardi ularni. Kulgili bizning ishimiz. Keyin chataq chiqsa farzandlar o'zimiz ma'lumot qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam addibu avladakum ala thalathi hisolin. 3 ta xislatga farzandlaringlarni odatlantiringlar, odob beringlar dedilar. Hubbi nabiyikum. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishga o'rgatinglar va hubbi ali baytihi. Payg'ambarni oli bayti, oilasini yaxshi ko'rishga o'rgatinglar va tilovatil Qur'on. Qur'on tilovatiga o'rgatinglar. Fa inna hamalatal Qur'on fi zilli arshillahi yawma la zilla illa zillu. Albatta Qur'on ko'targanlar qorilar. Hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Allohning arshining soyasida bo'ladilar. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam havodan olib gapirmaydi. Muallimlarning ustozi, murabbiylarning imomi Muhammad alayhisalom har bitta aytgan so'ziga diqqat qilishimiz kerak. 3 ta narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin, Qur'on tilovatini. Har bir zamonda inson uchun kumir kerak. Albatta inson kimgadir o'xshashni xohlaydi va kimgadir o'xshamaslikni xohlaydi. Agar siz kimga o'xshashlik kerakligini siz o'rgatmasangiz, ko'chadan o'rganib olyapti bolangiz, ishonavering. Nima demadinglar? Kimlarni yaxshi ko'radi bolalarimiz? Bilamiz. Futbolkalarida kimlarning surati bor? Ko'ramiz. Ryukzaklarida qanaqa bir odamlarning suratlari bor? Bilamiz. Biz o'zimiz bermodik kumirni. O'zlari topoldi. Xotirjam bo'ling. Albatta topoladi. Bir odam aytsa, "Bolam, payg'ambarimiz yaxshi ko'r, bugundan boshlab" desa, aqldan bo'ladimi? Tanimasa qanaqa qilib yaxshi ko'rsin? Haftada bir marta o'tiring, birodar, hech bo'lmasa. Bir marta. Bir kunni belgilab qo'ying, payg'ambarimiz haqida ozgina gapirib bering. Gapira olmaysizmi, o'qib bering. O'qib bera olmaysizmi? O'sha payg'ambarimiz haqida, sahobalar haqida bitta ma'ruzani o'tirib bilalashib eshitinglar. Dadam rahmatli aytardi, kichkinaligimizda deb turib kattalar aytadi. Otasi e'tibor qilib gapirib o'rgatgan narsani esdan chiqarmaydi bola. Hozir o'tiradimi otalar farzandlari bilan? Ya hammaning ham uyda internet yo'q, o'tiradiganlar ham bor. Hammaning uyida ham Wi-Fi yo'q. Bolasi iPhone bilan mehmonxonada, otasi plansheti bilan katta uyda, enasi oshxonada televizori bilan. Bu telefonni uyda interneti borlar yaxshi biladi bu narsani. To'g'rimi? Addibu avladakum ala thalathi hisolin. Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. 3 ta narsani odatlantiringlar. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni, uni oilasini yaxshi ko'rishlikni. Endi hozir yoshlar yomon bo'lib ketgan, kattalarning gapini olmaydi, zamon shunaqa bo'lib ketdi deyishi turgan gap. Bu noto'g'ri bu gap. Zamon o'sha zamon, faqat odamlar aynib ketdi. Farzandlarimizni shunaqa bo'lib ketishiga nima sabab? Dezinformatsiya deydi. Nima bu? Ma'lumotlarni buzib ko'rsatish, xabarlarni noto'g'ri yetkazishlik. Ertaga kech televizorda berayotgan ma'lumotlardan ta'sirlanayotgan
ilmi yo'q, hayotiy tajribasi yo'q yoshlar islamskiy desa, nima xayoliga keldi? Siraz orqasidagi so'z. Islamskiy terrorizm deydi. Birodarlar, islomda terrorga hech qanday aloqasi yo'q. Islom terrorni qoralaydi. Terror degan narsa yo'q. Odamlarni qo'rqitish, odamlarni qalbiga vahima solishlik terror. Islom bu narsani mutlaq qoralaydi. Musulmonlarning terrorga hech qanday aloqasi yo'q, birodarlar. Payg'ambarning hayotidagi rahmat degan 38 juma dars qildik. Ana o'sha disklar turib olib eshitdinglar-da. Musulmon deb ko'rsatilayotganlarda qilayotgan ishini birontasini musulmonlarga aloqasi yo'q. Islomga aloqasi yo'q. Bu islomdan emas, bu birodarlar. Lekin islom haqida noto'g'ri ma'lumotni tinimsiz ertaga kech berganligi uchun odamlarda islomga nisbatan bo'lgan qarashi noto'g'ri bo'lyapti. Va xususan biz farzandlar tarbiyasini gapiryapmiz. Qaranglar-da. Dinini mahkam tutgan, iffatli, hayosini yo'qotmagan, avratlarini yopib yurgan ayollarni qoloq, fikri tor, dunyoda huzur halovatidan bexabar, johil qilib ko'rsatilyapti. Endi aksincha, hayo iffatni nima ekanligini bilmagan, yarim yalang'och yurgan, yurish-turishi erkakligidan farq qilmagan, 35 ga o'tgandan keyin turmush qilishlik kerak degan tushuncha yashayotgan haqiqiy johilalarni madaniyatli ayollar deb ko'rsatmayaptimi? Mana shu noto'g'ri berilgan ma'lumotlar bolalarimizni dunyo qarashini shakllantiryapti. Shuning uchun nimani ko'ryapti bolalar, nimani eshityapti otalar, qaranglar. O'shuning uchun ota bitta vodiyda, farzand ikkinchi vodiyda. Ular bizga qahramon qilib ko'rsatayotgan odamlari ma'noli gaplari. O'zi kelishgan chiroyli, uyga borib aroq ichadi. Shular ibrat qilib ko'rsatilyapti. Musulmonlar dinini ushlaganlar qoloq, fahm farosati yo'q, burchakda qolib ketgan qilib ko'rsatyapti. Shunaqa bo'ladimi musulmon? Endi oq qorani ajrata olmaydigan bola shunaqa to'g'ri ekan deb qabul qilaveradi-da. Yana u kinosida qarang qanaqa. Erkak kishi do'stinikiga borib eshik taqillatsa, xotin ochadi, yarim yalang'och. Do'stim bormidi desa, yo'q edi, yuring uyga deydi. Shunaqa kinoni ko'raversa, demak oddiy narsa ekan deb qabul qiladimi? Buni haromligini, unaqa bir ayol kishining chiqishligi o'zi durust emasligi, yarim yalang'och bo'lishi haromligi, ichkariga kiring deyish mumkin emasligini bilmagan bola oddiy ish ekan deydimi? Shuning uchun farzandlarini har yoqqa jo'natayotganlar o'qishga mulohaza qilib qo'yinglar. Bu narsani avvalam aytganman. Bolangiz balog'atga yetib, o'zini kimligi, tomiri qayerdaligi, kimi bolasiligi, qaysi yurtni vakili ekanligini bilganidan keyin bo'lsin agar borgis kelsa, bunday tirranchaligida jo'natib o'ryapsizlar. Qani garantiya uni aynib ketmasligiga? Hozir o'zingiz uyingizda turib, o'zingizni qo'lingizda turib aynib ketyapti bolalar. O'zingiz yurtingizda turib. Endi mutlaq jo'natib yuborsangiz-chi? Farzandlarga berilgan birodarlar ma'lumot, saqofat uni turmush tarzini, dunyo qarashini shakllantiradi, qarashini. Farzandchi somovarga o'xshaydi. Nimani qo'ysangiz, tevasidan jo'mragidan xuddi shu narsa tushadi. Tevasdan nimani qo'ysangiz, taydan shu tushadi. Agar tevasdan bir narsa quymasangiz, baribir nimadir tushadi. Chunki bu joy bo'sh qolmaydi. U to'ldirib oladi bir narsalarni. Bo'ldi, boy berdingiz bolani. Chunki to'ldi bir narsa bilan. Shuning uchun kim o'zini bolasini haqiqiy musulmon, islomiy e'tiqod egasi bo'lishini xohlasa, fosil tushunchalardan, buzuq fikrlardan uzoq qilsin, aks holda farzandidan xayriyat ko'rmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambaringizni yaxshi ko'rishlikka, u zotning oila a'zolarini yaxshi ko'rishlikka farzandlaringlarni odatlantiringlar dedi. Rasululloh havodan olib gapirmaydi, birodarlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Va u o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas, u faqat vahiy qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiydir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga, so'zlariga quloq tutishligimiz shart bo'ladi. Haftada bir marta olsa ham payg'ambarimiz haqida suhbat qilaylik. Qanday turish kerak, qanday yurish kerak? Yoshligida o'rgatilgan narsa, birodarlar, toshga o'yilgan naqsh bo'ladi. Guvoh bo'lib qolasan, yigitlar, yoshlar safarga chiqadi, dam olgani.
kimdir o't yoqayotgan, kimdir karishga archayotgan, kimdir bir ovqat tayyorlashlik bilan harakat qilayotgan, kimdir suv olib kelayotgan, kimdir yonboshlab yotgan bo'ladi. Hammasi bir xil pul tashagan. U ekspeditsiyani u uyushtirgani yo'q. Yonboshlab yotadi. Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi? Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan safarga chiqqanlarida bir joyga to'xtashdi, ovqatlanishlik kerak bo'ldi. Shunda bir kishi payg'ambarimizning sahobalaridan alayya zabuha, qo'yni men so'yaman dedi. Ikkinchisi alayya salhuha, men terisini shilaman dedi. Uchinchisi alayya tabuha, men pishiraman dedi. Muhammad alayhisalom va alayya jamul xatob, men o'tni yig'ib kelaman dedi. Ya Rasululloh, biz o'zimiz kifoya qilamiz bu ishga dedi. Deganda payg'ambarimiz aytdilar: "A'lamu annakum takfunani." Bilaman kifoya qilishingizda. Walakinnalloha yakrahu an yara abdahu mutamayyizan ala aqronihi. Bilaman, men siz ham eplashingizda. Chunki payg'ambarimizga xizmat qilishlik sharaf bu. Rasululloh bilan birga turishlik sharaf. Rasululloh o'zi xizmatga chiqib ketsa, biz yetamiz. Qo'ying, aralashmang desa, bilaman sizlar yetishingizda. Lekin Alloh bandasini o'zining hamrohlaridan ajralib olgan holda ko'rishni yomon ko'radi dedi. Muhammad alayhisalom aytayapti, boshqalardan ajralib olib turadigan odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi deyapti. Mana shu payg'ambarimiz haqidagi xabarni eshitsa, bu bola ta'sirlanadi. Ajralib olmagan bolam hamma bilan teng xizmat qilib yuraver deb o'rgatganida shunaqa bo'lmas edi. Shunaqa qilib qo'ygan kim ekan? Otasiga rahmat. Bolalaringizni 3 xislatga odatlantiringlar. Nabiyingizni yaxshi ko'rishlikka, uning oilasini, a'zolarini, oilasini yaxshi ko'rishlikka va Qur'on tilovatiga. Zero Qur'onning ko'taruvchisi hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Allohning arshini soyasida bo'ladi. Bu hadis musulmon ota uchun, musulmon ona uchun tarbiya programmasi, tarbiya manhaji. Qaysi ota, qaysi ona mana shu narsaga muvofiq bo'lsa, bolasini to'g'ri tarbiya qilibdi va bolasini tarbiya qilibdi. Chunki farzandlarda qalbida albatta nimagadir bo'lgan muhabbat bor, nimagadir nisbatan bo'lgan karohiyat bor. Farzandlar nimanidir yaxshi ko'radi, nimanidir yomon ko'radi. Agar yaxshi ko'radigan narsasi shariatda ko'rsatilgandek bo'lsa, yomon ko'rgan narsasi ham shariatda ko'rsatilgandek bo'ladigan bo'lsa, bu farzanddan umid qilinadi. Birinchi navbatda farzandlarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishligi kerak. Chunki bitta odamni yaxshi ko'rish mumkin bo'lsa dunyoda, u ham bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Chunki siz yaxshi ko'rgan otangiz, onangiz, farzandingiz albatta bular qiyomat kunida sizdan yuz o'giradi. Dunyoda sizga bir mehrini berib, umriniz, yoshligini yoki sog'ligini sarf qilib xizmatingizda turgan ota-ona ham qiyomat kuni borganda sizdan qochadi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. O'shunday bir kunki, kishi o'zini aka-ukasidan, onasidan, otasidan, do'sti, ayolidan, farzandlaridan voz kechadigan kun. Faqatgina shu kunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizning jonimizga oro kiradi. Qur'on tilovatidek bolani bo'sh vaqtini egallaydigan chiroyli narsa yo'q. Agar farzand Qur'on tilovatiga muhabbat qo'ysa, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lsa, bo'sh vaqti qolmaydi. Bo'sh vaqti qolmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratini o'rgatishlik, sahobalarning siyratini o'rgatishlik, ularning hayotidan chiroyli bir qissalarni, chiroyli bir voqealarni, hodisalarni aytib berishlik albatta bolalarni tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Endi agar siz bolangizni mana shu bo'sh vaqtini Qur'on tilovati bilan yoki boyaga aytilgan siyrat qissalari bilan aytib to'ldirmasangiz, bola bekarchi qolsa, bola uchun bekarchilikdan yomon narsa yo'q. Ma'ruf qoida bor. Agar nafsingni yaxshi narsa bilan band qilmasang, u seni yomonlik bilan band qilib qo'yadi. Qaytaramiz, o'zingni yoki bolangni bo'sh vaqtini yaxshilik bilan egallab qo'ymasang, bu bo'sh vaqting, bu nafsing seni yomonlikka boshlaydi.
Masalan, sigaret chekishda ko'chada shu bekarchilikdan chiqib bema'ni bolalarga qo'shilib o'tirib o'rganadi. yoki ximormidi, aroqmidi, boshqa bir man qilingan ishlarga bolalar qayerdan o'rganadi? Bilasizmi, mehnat bilan, hunar bilan ovora bolalar bu narsalardan uzoq bo'ladi. Chunki vaqti yo'q unaqa narsaga. Ertaman boradi, ustosi bilan ishini qiladi, zanitda doim. Keladi, dam oladi, ertaman ishiga boradi. Demak, bolalarni aynishiga sabab bo'ladigan narsa nima ekan? Bekarchilik. Bekarchilik. Har bitta ota-ona farzand ko'rar ekan, dunyoga farzand keltirar ekan, umid qiladi. Endi hamma ham o'zini farzandidan umid qiladi. Har bitta farzanddan umid qilinadi, ammo to'g'ri umid qachon bo'ladi? Qachon umidimiz to'g'ri bo'ladi? Farzandimizni tarbiya qilsak, ina umid qilsak to'g'ri bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tarbiya qilingan farzanddan umid qilinadi.